Yana bir tamsil anglanglar. Bir yer egisi bir uzumzorlik barpo qilib, atrofini chitlabdi. Musallash ishlash uchun uzumzorlikqa bir ko'lchak qozdiribdi va bir ko'satxona yostibdi. Keyin uzumzorlikni ijaraga berib, o'zi yiroq bir yerga ketibdi. Üzüm uzish vaqti kelganda, o'ziga tegishli hosilni akilish uchun qullarini ijorakashlarning yeniga avatibdi. Lekin ijorakashlar qullarni tutib elib, birini dumbalabdi, birini o'ltirib yetibdi, yana birini chomi kesak qilibdi. Yer egisi bu ketim oldingidanmi ko'p qullarni avatibdi. Biroq ijorakashlar ularga shundoq muomala qilibdi. Oxirda yer egisi o'g'limni hurmat qila deb uni avatibdi. Lekin ijorakashlar yer egisining o'g'lini ko'rib, o'zaro bu bo'lsa mirosxo'r, kelinglar, uni o'ltirib yetib, uzumzorligini egilab olaylik deyishibdi. Shunday qilib, uni tutib uzumzorlikning sirtiga so'rab, ochiqib, o'ltirib yetibdi. Bundaq ahvolda uzumzorlikning xo'jayini kelsa, ijorakashlarni qanday qiladi? Ular Hazreti Aysoga bu vahshiy odamlarni qo'rqinchli shaklda yo'qitdi. Uzumzorlikni bo'lsa, ijorasini o'z vaqtida topshirgan kishilarga ijaraga berdi, deb javob berishdi. Hazreti Ayso ulardan so'radi: Zaburdagi buni so'zlarni zodi o'qimaganmidinglar? Tomchilar tashlavatgan tosh qurilishning ul tishi bo'lib qoldi. Bu Parvardigor tarafidandir. Biz uchun ajoyib bir ishdir. Bilib qo'yinglarki, sizlar shu sababdan Xudoning podshohligidan mahrum qilinsizlar. Xudoning irodasi bo'yicha yashaydigan kishilar uningga ega bo'ladi. Bu toshga yiqilgan kishi pora bo'lib ketadi. Tosh kimning ustiga tushsa, shuni hukm talqon qilib etadi. Oliy ruhaniylar va parisiylar Hazreti Aysoning aytgan tamsillarini anglab, ularni o'ziga qartib aytganligini tushundi. Uni tutishni o'ylasimi, xalqdan qo'rqishdi. Chunki xalq uni payg'ambar deb qaraydi.